Hop, demak, javoblarini ham tashlab qo'ydim. Hozir birgalikda men bilan birga tekshirsangiz ham bo'ladi. Ko'ring, javoblarini o'zini ochib, daftaringizni tekshirib olsangiz ham bo'ladi. Hop, oxirida 44 dan nechta ishlaganingizni albatta menga bildirib qo'ying. Hop. Demak, yopiq guruhimdagilar, sizlar yopiq guruhga 44 dan nechta ishlaganlaringizni raqamlarini yozib yuborsanglar, men jadval sifatida chiqarib beraman. Keyingi imtihonda, keyingi diagnostik testda qaysi bo'limni yuqori ishlayapsiz, qaysi bo'limni past ishlayapsiz, shuni bilib olishingizga yordam beradi. Shuning uchun 1 dan 44 gacha qaysi raqamlarda xato qilayotganingizni sekin yozib yuboring. Nechta xato va qaysi raqamlarda xato qilganingizni yozib yuboring. Birinchi savol bizda imloviy jihatdan to'g'ri yozilgan so'zlar qatorini aniqlang. A javobda a'zoyi badan. A'zo so'zi belgi bilan yoziladi, lekin a'zoyi badan so'ziga a'zo u masalan men yoshlar klubiga a'zoman bo'ladigan bo'lsa, belgi bilan yoziladi. Lekin u badan ma'nosida, ya'ni biror bir a'zoyimiz, masalan o'pka, buyrak a'zosi sifatida tutuq belgi ishlatilmaydi va tushib qolib qo'shib yoziladi. A'zoyi badan. Demak, A javob bitta xato bilan ketdi. Xo'p. B javob. Basbasiga apellyatsiya jumlai jahon. Barcha so'zlarimiz to'g'ri yozilgan, shuning uchun birga javob sifatida buni oldik. S'da azaldan azal, bo'xton, orqama ketin deb berilyapti. Azaldan azalda demak dan chiqish kelishigi bor. Kelishi qo'llanilganda bizda fe'li ishlatilmaydi, chiziqcha ishlatilmaydi. S chiqib ketdi. Atir sovun. Kechagina biz imlo darsini o'tdik. Kuni kecha emas, albatta, kechadan oldingi kun adashmasam, kecha essiya edi. Shunda biz qo'shib yozish qoidalari haqida aytdik. Kirsovun, atirsovun bular belgisi o'zi bilan, ya'ni ma'lum bir qiymat taxta, masalan, ma'lum bir ish uchun mo'ljallangan jihozlarni, narsalarni shaxs umuman ot so'z turkumidagi, sifat so'z turkumidagi so'zni biz qo'shib yozamiz. Ya'ni qiymat taxta, atirsovun, kirsovun so'zlarimiz qo'shib yozilar degan qoida bor edi. Demak, to'rtta ajratib yozildi, javob ham xato. Birga B. Ekti. Quyida berilgan gapda imloviy xatoliklarning qaysi turlari kuzatilgan? So'zni o'qiymiz. Fan texnika chiziqcha bilan yoziladi. Turli so'zga doir bo'lmaydi, doir bo'ladi. O'sha ortiqcha. Hop, ilmiy asarlar ko'rmayapti ekan. Hop, 2. Endi ko'rinishi kerak. Hop, fan texnikada chiziqcha ishlatiladi. Yurtso'z doir so'zi, mana fan texnikaning turli sohasiga doir so'zida xato ketyapti. Bitta y tovushi orttirib ketyapti. Bu unli va undosh harflar imlosiga oid xatolikka olinadi va chiziqcha bilan yozish qoidasiga oid xatolikka olinadi. Shunda 1 bilan 4 bo'lib javobimiz C bo'ldi. Xo'p, 3. Qaysi javobda so'zning leksik tahlili xato ko'rsatilgan? Leksik tahlil deganda o'zingiz bilasiz, antonim, sinonim, omonim. Bir so'zning sintonimligi, antonimligi, ko'chma ma'nolari tushuniladi va savollar ham shu tartibda shakllantiriladi. Demak, qoloq so'zining antonimi tirishqoq. Demak, bu yerda haqiqatdan ham u qoloq bola, u tirishqoq bola bir-biriga zid kelyapti. To'g'ri olingan. Sinonimi esa bo'sh. U qoloq bola, bo'sh bola. Bu yerda sinonim to'g'ri qo'llanildi. A javob chiqib ketadi, chunki bizga xato kerak. Qizg'in so'zining antonimi zerikarli. Qizg'in sifat, zerikarli sifat. Qizg'in sifat, qaynoq sifat. Demak, sinonimiga ham, antonimiga ham mos kela oldi. B javob ham chiqib ketadi. C javobda o'tkir. O'tkir bola, sho'x bola. Bu yerda qarang, o'tkir so'zi o'sha so'zi o'tadiganlik ma'nosida keladi, lekin sho'x bu yerda antonimi mos emas. Demak, sinonimi keskir deb beryapti. Bu to'g'ri kelishi mumkin, lekin sho'x so'zi xato bo'lganligi uchun biz xato ko'rsatilgan leksik tahlilidagi so'z sifatida, javob sifatida C ni olamiz. Javob 3 ga C bo'ldi. Xo'p, D ni ham ko'rib qo'ysak,
quyuq bilan antonimi, quyuqning antonimini siyrak deb beryapti. Quyuq ning sinonim sifatida zich beryapti. Bu ham to'g'ri. 3 ga javob C. 4. Qaysi gapda qo'shimcha qo'llash bilan bog'liq uslubiy xatolik mavjud? A. Hamiyatli odam aniq istab, kelganlarga imkoni boricha najot qo'lini uzatadi. Bu yerda xatolik yo'q. Qo'shimchalarda. B javobda shoirning orifona mazmun ifodalangan purma'no baytlari diqqatga sazovordir. Shu yerda bir o'quvchimiz savol beribdi. Shu yerdagi n deb ifodalagan bo'lishi kerak emasmi? Men olgandim. Lekin S javobda ham ko'ryapman. Shuning uchun B bilan S'ni oldim ustoz deb bir o'quvchim yozibdilar. Xo'p, e'tibor bering. Shoirning orifona mazmun ifodalagan purma'no baytlari diqqatga sazovordir. Haqiqatan bu yerdagi n tovushi ortiqchalik, n qo'shimchasi ortiqcha ketyapti. S'da esa g'arazgo'ylik emas, g'arazgo'ylik bo'ladi. Bu yerdagi sifat yasovchi 90% holatdagi faol bo'lgan sifat yasovchi li qo'shimchamiz ortiqcha qo'llanilgan. Demak, B'da ham, S'da ham xatolik bor. D'da xatolik yo'q, qo'shimchalar bilan bog'liq uslubiy xatolik kuzatilmagan. Demak, 4 ga B va S javoblar to'g'ri keldi. 5. Gapda qatnashgan fe'llar haqida berilgan to'g'ri fikrni aniqlang. Badiiy asarda syujetning yaratilishini, mana bu harakatnoma tarzidagi, demak, fe'l bitta, g'oyaviy mazmun boshqaradi. Xo'p. G'oyaviy mazmun boshqaradi. Ikkinchi fe'l g'oyaviy mazmunning talabiga uyg'un holda xarakterlar namoyon bo'ladigan. Uchinchi sifatdosh shakldagi va hayot ziddiyatlarini umumlashtiradigan voqealar. Xo'p. Namoyon bo'ladigan, umumlashtiradigan voqealar. Bu yerda uyushib kelyapti. Sifatdosh tarzdagi fe'llarimiz. Silsilasi kashf etiladi. Sof fe'l. Voqealar silsilasi o'z navbatida asar g'oyasini badiiylashtiradi. Demak, sof fe'l. Uni tiriltiradi ham sof fe'l. Demak, mana shu fe'llarimizni ko'rib chiqamiz. To'g'ri fikr kerak. A. Yasama so'z bilan ifodalangan sifatdoshlar bir xil nisbat shaklida qo'llanilgan deyapti. Xo'p, e'tibor beramiz. Namoyon bo'ladigan voqealar. Bu yerda aniq nisbat tarzidagi sifatdosh. Umumlashtiradigan voqealar. Demak, bu yerda orttirma nisbat tarzidagi sifatdosh kelyapti. Yasama. Bittasi qo'shma yasama, bittasi sodda yasama. Hop, sifatdosh va ikki xil nisbatga turibdi. A javobni chiqarib yubordik. B javob. Sof fe'llarning barchasida kesimlik shakllari bir xil tarzda qo'llanilgan. Sof fe'llarning barchasi kesimlik. Xo'p. Boshqaradi. Bu yerda A zamon shaxsi kesimlik qo'shimchasi yo'q. Zamon shaxsi bilan ifodalangan. Sof fe'l kelyapti. Kashf etiladi. Zamon shaxsi bilan ifodalangan. Bu yerda ham kesimlik qo'shimchasi yo'q. Kesimlik qo'shimchasi deganda emish ekan so'z tarzidagi yoki dir tarzidagi qo'shimcha kesimlik shakllarini tushunishimiz mumkin bo'ladi. Yoki harakatnomadan so'ng kerak, lozim, darkor, shart kabi sifatdan o'tgan kesimlik qo'shimchalar so'zlarini qo'llash ham kesimlik shakllariga kiradi. Lekin zamon shaxson bu uning sintaktik shakl yasovchi qo'shimchalari hisoblanadi. Fe'lning sintaktik shakl yasovchi qo'shimchasi hisoblanadi zamon shaxson. Demak, badiiylashtiradi, tiriltiradi ham zamon shaxson bilan ifodalangan kesimlik uchramadi. Xo'p, gapdagi sodda So'z javobimizda gapdagi sodda tub fe'llar bir xil sintaktik vazifa bajargan. Xo'p, sodda fe'llar boshqaradi. Xo'p, mazmun, g'oyaviy mazmunni boshqaradi, kesim bo'lib kelgan. Xo'p, namoyon bo'ladigan, umumlashtiradigan bular sifatdosh. Xo'p, yaratilishini
ham sodda, subfe'l. To'g'ri, yasamal boshqarish, yaratilish. Bittasida to'ldiruvchi, bittasida kesim. Demak, bir xil sintaktik vazifa bajarilmadi. Badiiylashtiradi ham kesim, tiriltiradi. Badiiylashtiradi, g'oyasini badiiylashtiradi, uni tiriltiradi. Bu yerda ham kesim va to'ldiruvchi. Demak, ikki xil sintaktik vazifa bajaryapti. B javobimiz orttirma nisbatdagi o'tgan zamon fe'li xabar mayli bilan ifodalangan deyilyapti. Badiiylashtiradini olsak bo'ladi bunga. Ya'ni haqiqatdan orttirma nisbatda kelyapti. Mana tir shaklini olgan. Badiiylashtiradi xabar maylida turibdi va o'tgan zamon shaklida kelgan. Xo'p, javob 5 ga D bo'ldi. 6. Ushbu parchadagi qo'shimchalar haqida berilgan noto'g'ri hukmlar sonini toping. Demak, qo'shimchalarni ajratib chiqamiz. Bizga shulardan noto'g'ri hukmlarning soni kerak. Xo'p, haqiqiy qalamkash so'zlardagilar ummonidagi i'da o'zini i'ni, dengizchidek, erkin, in qo'shimchasi his et, moq plus i lozim. Qachon qanday so'z ish plus la, ishlatishni 1, 2, 3, 4 ta qo'shimcha shu yerda o'zida. Xo'p, bilib bilmay ravishdoshni bo'lishsizlik shakli. Ikkila emas, ikkilan bu yerda. Ikkilan plus ip. Qolmaslik kerak. Qolish, qolmaslik. Burada maslik bitta olinadi ustozlar. Plus i. Xo'p, shunda gina qo'shimchasi uni kitobxon tan oladidagi adi asarinidagi ini. Xo'p. Sevib ip o'qiydagi i d. Ovozim boryapti. Xo'p. Bir raqamida bizda gapda otlarning lug'aviy shakli bilan omonimlik hosil qila oladigan so'z yasovchi qo'shimcha qatnashgan deyapti. Xo'p. Demak, so'z yasovchi qo'shimchaga e'tiborimizni qaratamiz. Qalam kash masalan so'z yasovchi. Lekin kash degan lug'aviy shakl yasovchi yo'q. Xo'p, dengizchi. Xo'p, so'z yasovchi bu yerdan. Xo'p, yana so'z chida ham yo'q. Lug'aviy shakl yasovchi kitobxonda bor mana. Demak, kitobxon so'z yasovchi qo'shimcha va uning aynan xon qo'shimchasi kichraytirish erkalash. Malikaxon deydigan bo'lsa, bu yerda kichraytirish erkalash bo'lyapti va lug'aviy shakl yasovchi bilan omonimlik qilyapti. Birni chiqarib yubordik. Chunki u to'g'ri, bizga xato kerak. 2. So'z yasovchi qo'shimchalar faqat bir xil turkumdagi asoslarga qo'shilgan deyilyapti. Xo'p, qalamkash ot asosga qo'shilgan, dengizchi ot asosga qo'shilgan, ikkilan bu yerda son asosga qo'shildi. Demak, bu yerda bir xil asos emas, ikki xil asosga qo'shildi. 2 raqamini oldik. Chunki xato ma'lumot. 3. Gapda sifat va fe'l yasovchi qo'shimcha bilan omonim bo'la oladigan sintaktik shakl yasovchi qo'shimcha ishtirok etgan deyapti. Biz demak sintaktik shakl yasovchini qidiramiz va undagi omonimlik sifat bilan fe'lda bo'lishi kerak. Xo'p, uchragan omonim qo'shimcha bu a bilamiz. Hozir tan oladidagi a zamon bi shaxson. Xo'p. Yana qayerda ko'rdik? Demak, a'ni olsak bo'ladi. Tan oladidagi a zamon bi shaxson qo'shimchasining a qo'shimchasini oladigan bo'lsak, u haqiqatdan fe'l yasovchi va sifat yasovchi qo'shimcha ham bo'ladi. Masalan, aylana. Aylan nima qil? Aylana sifat yasayapti. Kul. Qattiqroq kul masalan. Kula yiqildi.
Nima qilib yiqildi? Kula-kula. Demak, A bu yerda fe'l yasayapti. Xo'p, 3ni chiqarib yuboramiz degani bu degani. Chunki to'g'ri ma'lumot. 4. Asos plus lug'aviy shakl yasovchi plus sintaktik shakl yasovchi tartibidagi yasama fe'l qatnashgan javobni so'rayapti bizdan. Xo'p. Ishla bunda yo'q. Qalamkashda yo'q. Topib qolmasligi. Ishlatishni sevib o'qiydi. Lug'aviy shakl yasovchi plus sintaktik shakl yasovchi tartibidagi yasama fe'l qatnashgan bo'lsin ekan. Xo'p. Etmoq. His etmoq. His etmoq bu yasama fe'l. His et asos. His etmoq lug'aviy shakl yasovchi qo'shimcha. I sintaktik shakl yasovchi qo'shimcha. 4 raqami ham chiqib ketdi. Hozircha bizda faqat 2 raqami qolib turibdi. 5. Tarkibida qo'shimchalarning har uchala turi ham ishtirok etgan so'z uchala turi ham qatnashgan so'z mavjud deyapti. Xo'p. Demak, so'z yasovchi ham bo'lsin, lug'aviy ham bo'lsin, sintaktik ham. Bu ishlatishni so'zimiz mana. Ish, ishla, ishlatish, ishlat, ishlatish, ishlatishni. Demak, uchala turi ham uchradi. 5ni chiqarib yubordik. 6ga javob B bo'ldi, ustozlar. Xo'p, 7. Mana shu savolga ozgina e'tibor berishimiz kerak. Bu yerda bizdan nutqiy sinonim so'ralgan. Qaysi javobda nutqda o'zaro almashtirib qo'llash mumkin bo'lgan ma'noda so'zlar qatori berilgan deb so'rayapti. Abadiy, mangu, baqo. Abadiy, mangu bular sifat, baqo ot so'z turkumini chiqarib yuboramiz. Xo'p, ajab, taajjub, hayrat. Mana shu yerda leksik sinonim ketyapti. Nutqiy sinonim emas. Bunda ham qarang, leksik sinonimlik qanday ketyapti? Hayrat so'zi ajab bilan, taajjub bilan kelishi mumkin, lekin ajab bilan taajjublik leksik sinonimlik qila olmaydi. Bu yerdan hayrat har ikkalasi bilan qila oladi, lekin ajab taajjub bilan qila olmaydi. Nutqiy sinonim degani har uchalasi ham o'zini o'rnida almashib keta olsin va kontekst ichida bilinsin. Leksik sinonimda konteksti shart emas, nutqiy sinonimda esa kontekst ichida bilinishi shart. Xo'p, C javobda aks, bilaks, teskari. Xo'p, bu yerdan teskari ot so'z turkumi bo'ladigan bo'lsa, aks bilan bilaks ravish chiqib ketadi. Ma'nosi yaqin bo'lgan bu so'z turkumi jihatdan har xil keldimi, bu sinonim emas degani. Xo'p. B javob bo'lar ekan, chandon, qatla, daf'a, barchasi ravish turkumidagi so'zlar va marta, karra degan so'zlarni ma'nosini beradigan so'zlarimiz. Chandon, dafa, qatla. 36-savolda ham manimcha shu karra, marta bilan bog'liq savol tushgan edi. 7ga javob D bo'ldi, nutqiy sinonim. Xo'p. 8. Qaysi gapda og'ir so'zi salobatli ma'nosida qo'llanilgan? Xo'p, yil og'ir keldi, yil salobatli keldi bo'lmaydi, chiqarib yubordik. G'ulomjon boshini og'ir ko'tarib, usta Bahromga qaradi. Salobatli ko'tarib bo'lmaydi, bu yerda o'sha og'riqli. Qanday og'ir ko'tarish bu yerda salobatli ma'nosida emas biz. C javobda G'olabirdan kelgan qop-qora semiz kishi og'ir yurib davraga chiqdi. Demak, salobatli yurib davraga chiqdi desak bo'ladi. Javobimiz 8ga shuning uchun C bo'ldi. 9. Xo'p, ozgina uzun savol. Ya'ni berilgan parchada qatnashgan ot va sifatlar haqida berilgan to'g'ri hukmlar soni so'ralgan. Demak, biz otlarni va sifatlarni topib olamiz. Yashash bir dard ot,
orzular ort, qaynar dilga ot. Tushar ezgu sifat alanga ot. Sehri tortib sehr ot, mehr ot, balqib turgan el yurt ot, odamga ot. Yo'llar ot, turli-tuman sifat, bekat ot, armonli sifat, yer ot, so'nggi sifat, qadam ot, manzil ot, hop, aziz sifat, el-yurt ot, odamga ot. Bir raqamida otlarning tuzilishiga ko'ra ikki turi qatnashgan deyapti. Hop, el-yurt birinchi turi, dard, orzu, mehr, odam bular haqiqatda ikkinchi turi. Ya'ni el-yurt juft so'z, bular tub so'z, sodda tub. Demak, bir raqamini olsak bo'ladi. Chunki tuzilishiga ko'ra ikki turi bor xolos. Ikki parchada faqat asli sifatlar ishtirok etgan deyapti. Xo'p, sifatlardan ezgu, turli-tuman, so'nggi. Mana bu so'nggi so'zimiz nisbiy sifatga kiradi. Xo'p, demak bu yerda aslidan tashqari nisbiy ham bor ekan. Chiqazib yuboramiz ikki raqamini. 3. Mavhum otlar faqat bir xil sintaktik vazifa bajargan. Mavhumot dard so'zi, orzu, dil so'zi, hop, odam bo'lmaydi bu. Hop, armonli, bu ot sifat. Hop, el yurt, bu hammasi. Demak, dard, orzu, alanga, dil so'zi. Dilga to'ldiruvchi bo'lyapti, dard, orzu ega bo'lyapti. Demak, bir xil sintaktik vazifa emas, har xil sintaktik vazifa bo'lib 3 ham chiqib ketdi. 4. Yasama sifatlarning barchasi bir xil so'z turkumidan yasalgan. Yasama sifatlarning faqat to'g'ri javoblarni o'qib ketsangiz bo'lmaydi. Yo'q, faqat to'g'ri javobni o'qib ketsam bo'lmaydi ustozlar, chunki tushunishingiz kerak. Siz o'ylamang, 10 ta testni tahlilsiz ishlaganingizdan ko'ra bitta test ishlab, o'shani g'ijjalab tahlil qilganingiz sizga 10% darajangiz oshdi degani. Zerikayotganlar bo'lsa qatnashishni ixtiyoriy, men hech kimni majburlayotganim yo'q, lekin o'zingiz uchun foydali bo'lsin deyotgan bo'lsangiz, faqat to'g'ri javobni aytish hammani ham qo'ldan keladi. Bu to'g'ri, 5 ga A to'g'ri, 10 ga D to'g'ri va hokazo davom etib ketgandan ko'ra, men aynan to'g'rini isbotlab, noto'g'rini raddini, ya'ni nima uchun noto'g'ri bo'lganligini aytib berib ketsam, bu sizni foydangizga. Menga ham nima deydi, energiya sarflab hammasini maydalab o'qib o'tishni qanaqadir mazza qilmayman, lekin bu sizni foydangizga. Demak, 4. Yasama sifatlarning barchasi bir xil so'z turkumidan yasalgan deyilyapti. Yasama so'z turkumi, fe'lni sifat, turli-tuman, armonli, demak, aziz yasama emas, so'nggi boshqa. Ya'ni ot so'z turkumidan yasalyapti, armonli masalan, lekin so'nggi so'zida ravishdan yasaldi. So'nggi. Darsdan so'ng, qachon? Xo'p. 4 ham chiqib ketdi, 5. Turdosh otning 2 ma'no turi qatnashgan. Turdosh ot. Xo'p. Dard. Bitta turi deb olsak, bekat, bu ham dars bilan narsa otiga kirib ketadi. Yo'llar, manzilinga, qayerga, joy deb olsak, odam, demak shaxs oti. Bu yerda turdosh otning 2 ma'no turi emas, 3 ma'no turi. Narsa oti, joy oti, shaxs oti kelyapti. So'zlar 3 ma'no turi bo'ladi. Xo'p, bir xil kelishik qo'shimchasini 6. 5 ham chiqib ketdi shunda. Bir xil kelishik qo'shimchasini olgan otlarning 2 xil sintaktik vazifa bajarishi kuzatilgan. Xo'sh. Manzilinga bilan dilgani olsak bo'ladi.
Ya'ni ga kelish qo'shimchasini olgan. Lekin bittasi to'ldiruvchi bo'lib kelyapti. Bu dilga, manzilingga bu hol bo'lib kelyapti. Demak, 6 ham to'g'ri. Ikki xil sintaksis vazifa bajargan. Garchi qo'shimchasi bir xil bo'lsa-da. Xo'p, shunda bizga 1 bilan 6 to'g'ri bo'lyapti. Ikkitasi A javob 9 ga A bo'ldi. 10. Ushbu gap haqida to'g'ri hukmni toping. Demak, xo'p, bo'laklardan savol shakllantirilgan. Tirik farhodlarni tanimak bo'lib, oliy yurtimizga qilsangiz safar, bu yerda har bitta taroshlangan tosh yuksak umidlardan beradi xabar. Hop, inversiya holati ustozlar, bu yerda adashib ketmasligingiz uchun inversiya holati to'g'rilab olasiz. Demak, xabar bermoq. Murakkab fe'l umidlardan to'ldiruvchi, yuksak umidlardan aniqlovchi, tosh xabar beradi ega. Hop, qanday tosh? Hop, bu yerda har bitta taroshlangan tosh. Qaysi tosh? Har bitta tosh. Demak, har bitta taroshlangan aniqlovchi bo'lib ketar ekan. Bu yerda taroshlangan. Qayerda? Bu yerda hol. Hop. Ikkinchi bosh gapni ko'ramiz endi. Oliy yurtimizga qilsangiz safar. Safar qilsangiz kesim, qayerga? Yurtimizga. Demak, hol qaysi yurtimiz? Oliy aniqlovchi. Tanimak bo'lib, tirik farhodlarni tanimak bo'lib. Xo'p, nima maqsadda? Tanish uchun, ya'ni tanimoq uchun tanimak bo'libni hol qilib olamiz, maqsad qilib. Tirik farhodlarni to'ldiruvchi, tirik aniqlovchi, farhodlarni to'ldiruvchi qilib olamiz. Ko'rinmayapti. Hozir bir daqiqa. Xo'p, davom etamiz. A javobda gapdagi barcha to'ldiruvchi kesimga bevosita tobelangan. Xo'p, to'ldiruvchilar umidlardan xabar beradi bevosita. Xo'p, farhodlarni safar qilsangiz, bu yerda bilvosita bo'lyapti. Bevosita bilan bilvosita farqiga borsangiz kerak. Bevosita degani to'g'ridan to'g'ri kesimga tobelana oladi, lekin bilvosita gap ichida ma'lum bir bo'lakka tobelanadi, lekin kesimga tobelana olmaydi. Xuddi mana farhodlarni singari. Farhodlarni safar qilsangiz, farhodlarni tanimak bo'libga tobelangan farhodlarni so'zi, lekin safar qilsangizga emas. Xo'p, A javob chiqib ketdi, chunki xato. B. Gapdagi aniqlovchilar ikki xil so'z turkumiga oid so'zlarga tobelangan. Taroshlangan tosh. Har bitta taroshlangan tosh otga tobelangan, har bitta taroshlangan fe'lga tobelangan. Demak, ikki xil so'z turkumi bo'lib, bu bitta yaxlit qilib olib ketar ekan, uzr. Har bitta taroshlangan tosh otga tobelangan bo'lyapti. Tirik farhod bunda ham otga tobelangan, yuksak umidlar bunda ham otga tobelangan. Demak, gapdagi aniqlovchilar bir xil so'z turkumiga tobelangan, otga tobelangan hammasi. B chiqib ketdi. Xato chunki. Xo'p, o'rin holining sifatlovchi aniqlovchiga tobelanishi kuzatilgan. O'rin holi bu yerda har bitta taroshlangan tosh. Bu yerda taroshlangan. Xo'p, tanimak bo'lib, oliy yo'q, bunda tobelanmadi. Yuksak umidlardan. Bunda to'ldiruvchi. Xo'p, har bitta taroshlangan tosh yuksak umidlardan beradi xabar. Bu yerda taroshlangan.
Bu yerda taroshlangan to'g'ri, lekin sifatlovchi aniqlovchi. Qaysi tosh? Taroshlangan tosh qayerda? Bu yerda. Ikkita javob to'g'ri kelib qolar ekan o'ngga. Chunki sifatlovchi aniqlovchi taroshlangan tosh bo'lyapti. Bu yerda taroshlangan o'rin xoli bo'lyapti. D'da ham e'tibor bersak, aniqlovchilarni tobelantirgan ega murakkab fe'l kesimga bevosita bog'langan deyapti. Ya'ni aniqlovchilarni rostdan ham tosh, ya'ni ega so'zini tobelantirdi, taroshlangan tosh va bevosita bog'langan xabar beradi. Nima xabar beradi? Tosh xabar beradi. O'zi ega doimo bevosita tobelanadi. Bu umumiy qarash. Xo'p, o'ngga so'ni ham d'ni ham ola olamiz. 11. Gapdagi so'zlarning mazmun grammatik jihatdan bog'lanishi to'g'ri ko'rsatilgan javobni aniqlang. Xo'p, ajabda podshoning xos odami oddiy dehqon deyapti. Oddiy dehqon so'zini ola olamiz. Qaysi dehqon? Sifati. Xo'p, sifatlanmish bilan kelgan sifatlovchi. Xo'p, podshoning xos odami, podshoning eng ishongan xos odami, podshoning ishongan odami yoki podshoning xos odami yoki ishongan odami. Bu yerda bevosita bo'lyapti. A javobni olamiz ekan. Xo'p, B'da oftobachi ko'tarilgan oddiy yigit. Xo'sh, oddiy dehqon bo'lyapti. Bu yerda oddiy yigit emas. Ya'ni oddiy so'zi yigitga emas, dehqon so'ziga tobe bog'langan. Yigit so'ziga esa sadoqatli so'z tobe bog'langan. Demak, B chiqib ketdi. Podshoning odami, podshoning ishongan odami bo'ladi. Podshoning odami emas, podshoning ishongan odami bo'lishi kerak yoki podshoning xos odami bo'lishi kerak. Biz podshoning odami deya olmaymiz. Podshoning xos odami yoki ishongan odami sifatlovchi so'z bilan kelishi kerak. Hatto yonida bo'lgan. Yo'q, bu ham olinmaydi. Chunki uning yoni bo'ladi. Yonida so'ziga uning so'zi kelgan, ya'ni ning keldimi, egalikni chaqiradi. U egalik yonida so'zda turibdi. Bu ham chiqib ketdi. Ishongan yigit dehqon darajasidan. Xo'p, ishongan yigit bo'lmaydi. Ishongan so'zi xos odami so'ziga tobe bog'langan. Xo'p, yigit so'zi esa, demak, sadoqatli so'zini o'ziga tobelantirgan. D ham chiqib ketdi. Javob 11 ga A. 12. Men hayotda ikkitagina haqiqiy baxtsizlik borligini bilaman. Birinchisi vijdon azobi, ikkinchisi xastalik. Bu yerda bilamandan keyin qo'yilgan ikki nuqta sanalish, ikkita haqiqiy baxtsizlik dedim. O'sha ikkita haqiqiyligini sanamoqchi bo'lsa, masalan, 3 ta do'stim bor, undagi 3 xislat deb ikki nuqta qo'yadigan bo'lsa, o'sha 3 ta xislatni sanaydi. Bu yerda ham xuddi shu sanash boshlandimi, ikki nuqta qo'yildi. Hop, birinchisi deyilyapti-da, bu yerda vijdon azobi, ega va ot kesim orasida terin qo'llanishi bo'lyapti. Ikkinchisi xastalikda, bu yerda ham ega va ot kesim orasida terin qo'llanilishi. Xo'p. Ya'ni bu yerda to'g'ri qo'llanilgan hammasi. 2da bugun shoh erurman, tilak tilagil, bugun men gadoman, tingla malagim. Xo'p. Bugun shoh erurman, tilak tilagil, tilak tilagin. Buyruq mayilda kelyapti. Bu yerda teri kerak emas edi. Xo'p, virgul to'g'ri. Bugun men gadoman, tingla malagim. Bugun men gadoman, tingla malagim. Tingla buyruq mayildagi fe'l undalma bo'lib kelyapti. Malagim ham undalma. Tingla malagim bitta, masalan, go'zal malikam bo'ladigan bo'lsa, go'zal virgul malikam virgul bo'lib qolgan bu yerda. Ya'ni tingla malagimga bitta virgul ishlatilishi kerak edi. Ikkida xatolik bor ekan. 3 dadasi yonini oldi, har qalay, erkakda har qalaydan keyin bu yerda virgul ishlatilmaydi. Xo'p, erkakda
To'g'ri. Bolani o'z holiga qo'y. Onasi. Rais bir narsani bilmasa, gapirmaydi. Xo'p, virgul terik dedi. Onasi undalma so'zni o'rtasida, gapni o'rtasida kelsa, ikki tomondan virgul olinadi. Bolani o'z holiga qo'y, onasi. Demak, har qalaydan keyingi virgulni o'zi ekan shekilli buyurdi. Har qalay erkakda. Bu yerda qavs ham xato. Dadasi yonini oldi. Har qalay erkakda bilan tugashi kerak edi. Ikki nuqta ham to'g'ri qo'llanildi. Demak, faqat 2 bilan 3 ta xato bor ekan. Javob B bo'ldi 12. Xo'p, 13. Oltin janglamas asar voqealar to'g'ri keltirilgan javob D javob bo'ladi. Sodiq bo'xtonlar bilan qamalgan bo'lsa-da, frontda ham jasorat bilan jang qildi. Xo'p. 14. Ikki eshik orasi asarining qahramonlari haqida berilgan noto'g'ri javob. Demak, xo'p, Robiya o'z sevgilisini kutgan, ammo birga bo'la olmagan obraz. Xo'p, to'g'ri. 2. Orif oqsoqol doimo xalq dardiga malham bo'ladigan, biroq ikki o'g'li urushda halok bo'lgan sababli qalbi egilib qolgan obraz. 3. Shomurod urushdan so'ng o'z oilasining bag'riga hech qanday shikastlarsiz qaytgan, ammo ayol tomonidan xiyonatga uchragan obraz. 2 bilan 3 ni olarkanmiz. Javob 14 C. 15. Ko'hna dunyo romani haqida xato hukmni toping. Demak, soxta Ibn Sino hukmdorni davolay olmaganligi sababli qatl etiladi. Ko'hna dunyo to'g'risida esimdan chiqqan. Xo'p, 15 ga javob A. 16. O'z otasining o'lik yoki tirikligini ham bilmaydigan, hatto otasining o'ligini ko'mishni ham minnat qiladigan, u ota-bobolardan qolgan urf-odatlarni hurmat qilmaydigan, qarindoshlardan ko'ra obro'-e'tiborni birinchi o'ringa qo'yadigan obraz bu asrga Topinyo'lik kundagi Sobitjon edi. Xo'p, Abdulla Qahhorning 17. Adabiyot muallimi hikoyasi haqida berilgan to'g'ri hukm. Hikoyada Boqijon Boqoyev xotini homilador bo'lishiga qaramay, unga ko'mak bermaydigan inson sifatida tasvirlanadi. Asarning ma'lum bir qismchasida aytib o'tib ketilgan edi. Sigirlar bir nimalar haqida. Sigirni nimadir qildingmi deb og'ir ish buyurganligi, o'sha homiladorligini ham inobatga olmasdan aytilganligi uchun. Xo'p, demak bizda uran savollarni tahlil qilamiz. Ilmiy matn bilan ishlash bo'yicha dars o'tib berilgan. Kim ishtirok etmagan bo'lsa, audio yozuvi bor edi. Xo'p, matn mazmuni asosida to'g'ri ifodalangan ma'lumotni aniqlang. Demak, Uran sayyorasi diametri 100,000 kilometrdan ortiq. Xo'p. Uning mana ushbu sayyoraning diametri 50,700 kilometr bo'lib, demak bu yerda 100,000 kilometrdan ortiq deyilyapti. 100,000 kilometrdan ortiq. Tepada aytildi. Buni bu yerda ushbu sayyoraning diametri 50,000 bo'lib, javob to'g'ri keladi. Ortiq deyilyapti. Xo'p, 18 ga D 19 raqamlab ko'rsatilgan. 19 xato ishlagan nomini. To'g'ri bu. Xo'p, 19 raqamlab ko'rsatilgan qaysi gap matnning mazmuniy tuzilishida uslubiy xatolikni yuzaga keltirgan? Demak, ikkinchi gapimiz.
Apparat sayyoraga eng yaqin masofaga kelgan paytda Quyoshda magnit bo'roni avj olgan. Yuqoridayam aytilgan edi. Ya'ni, hop, mana bu yerda apparat sayyoraga eng yaqin masofaga kelgan paytda Quyoshda magnit avj olgan degan gap ushbu sayyora tizimi haqida mana bu yerda ham aytilgan. Mana birinchi gapdan keyin ham aytilgan. Mana kuchli quyosh bo'roni bilan bir vaqtga to'g'ri kelgan. Mana Voyager 2 tashrifi oqibatda ushbu sayyora tizimi haqida noto'g'ri tasavvurlar yuzaga kelgan. Ya'ni magnit bo'roni haqida gapirildi, tepada ham gapirildi. Bu taftologiya ketyapti. Demak, mazmuniy xato, uslubiy xato. D javobini oldik. 20. Matn mazmunida aks etmagan ma'lumot. Uran o'z o'qi atrofida Yerga nisbatan tezroq aylanib chiqadi. Xo'p, bu yerda o'z o'qi atrofida 17 soatmidi? Ha, mana 17 soatda aylanib chiqadi. O'z o'qi atrofida esa 17 soatda aylanib chiqadi. Quyosh atrofida 84 yilda. Matn o'qish paytida biz Yerni o'z o'qi atrofida aylanishi haqida ma'lumot uchratmadik. Ya'ni Yerga nisbatan tezroq aylanadimi, sekinroqmi, biz ma'lumotga ega bo'lishimiz uchun Yerning o'z o'qi atrofida aylanish tezligi matnda berilishi kerak edi. Afsuski berilmagan. Demak, aks etmagan ma'lumot D javob bo'ladi. 21. Matn mazmunida aks etgan to'g'ri ma'lumotni toping. Uran Quyosh atrofini bir marta aylanib chiqquncha Yerda 1008 oy o'tadi. Xo'sh, shunda bu yerda ozroq matematika ketadi. Qayerda aytilganda bir aylanib chiqquncha aynan qayerdaligini topolmadim. Aylanib chiqquncha bunchadir. 84 yil. Ben Quyoshda yo'q, bu aylanib Quyosh atrofini aylanishi bu. Qanchadir yil o'tadi deb muddat berilgan edi. Tagiga chizmagan ekanman, topolmay qoldim. Lekin variantlar bo'lsa, xatoligini isbotlab berishim mumkin. Bu yerda eng to'g'ri shakllantirilgan javob 1008 oy o'tishi haqidagi. 22. Matn mazmuni asosida to'g'ri shakllantirilmagan ma'lumot. Hop, NASA zondi Uranga necha yilda yetib borishi noma'lum. To'g'ri shakllantirilmagan. Javobimiz demak B bo'ldi. Xo'sh. Badiiy matn savollari. Badiiy matn. Raisning cholni ketishga undashidan maqsad nima edi? Demak, cholga gapirish besamar deb hisobladi. Yaxshi otaxon, keta qoling, ertaga o'g'lingiz bilan gaplashaman. Siz boshqa zamon odamisiz degani o'zi yo'q. Demak, besamar edi gapirish degan ma'no bor edi. Shuniki 23 savol bo'ladi. 24. Chol obraziga mos ta'rif berilgan qator. Barchada insoniy fazilatlar bo'lishini xohlovchi inson deb olamiz. Chunki oxirgi yuzini burishi, undan oldin rais bilan uchrashuvdagi gaplari shunga borib taqaladi. 25. Rais obraziga mos ta'rif berilgan qator. Tartib qoida bo'yicha ish tutuvchi intizomli shaxs. To'g'ri, bu yerda salbiy rol bo'lsa-da, lekin uni tartib qoidasi o'sha majlislarda gapirilishi, talabchanligi orqali bilinadi. Chunki 25 ga A'ni olamiz ekan.
26. Bir raqam bilan belgilangan gapda qanday mazmuniy munosabat ifodalangan? Demak, bir raqam bizda bunday paytlarda temir ekan-ku deyilardi. Demak, o'sha paytni gapini aytyapti. O'kinch va noqulaylik bilan. Demak, mazmuniy munosabat o'kinch, noqulaylik bo'lar ekan. Xo'sh, 27. Ikki raqam bilan belgilangan gapdagi so'zlovchining holati ifodalangan gapni aniqlang. Ikkinchi gap. Gapni bo'lma. So'raydiganim shu. Sen Xudodanam zo'rmisan, a? Xudodanam zo'rmisan? Bu yerda his-tuyg'ularining insonga bo'ysunmay qolish holati. Chunki u aytyapti-da, bundan oldingi gapda mana ko'p narsa yo'q, bundan emas. Mana bu yerda. U hech qachon hech kimdan o'zini ortiq sanamagan, hech kimdan ortiqcha izzat talab qilmagan. Lekin shu yoshgacha hali hech kimdan bu qadar tahqirniyam ko'rmagandi. Ana endi uni hissiyotlari odamni o'ziga bo'ysuntirmay degan hissiyot jarayoni ana shu yerdan keyin boshlandi. Turib qoldida, keyin shaxt bilan ko'zidagi olov bilan raisning oldiga kirdi. Bizda g'azal tahlili. Xo'sh. 28. Baytlar haqidagi to'g'ri izohni toping. A. Javob. Erta bahorda gullarning barg chiqarishi, bulbullarning sayrashi tamsil vositasida ifodalangan. Ey navbahori orazing subhiga jonparvar havo. Birinchi baytga e'tibor qarating. Andin guli bulbul topib 100 barg birla ming navo. Ey navbahor orazli yor, sen tongga jon ato etasan. Ya'ni sen quyosh singari navbahor orazli yorsan va sen tongni yoritasan. Ya'ni tongga sen jon ato etasan, deyapti. O'shandan gullar, bulbullar barglar bilan ming navo bo'lib yuz topishadi, deyapti. Lekin bu yerda gulning barg chiqarishi, bulbulning sayrashi emas. Bahorni yorni yuzi, tong yorning yuzi orqali jonlandimi? Demak, yorning o'sha chiroyi orqali gullar, bulbullar ming navo ichida qoladi, deyapti. Xo'p, birni noto'g'ri izoh deb olamiz. Bda. Jannatdagi tubo va falakdagi sidra daraxtlari yor ko'yida oddiy giyohga aylangan. Ikkinchi baytga e'tibor qarating. To'biyu shoxi sidradir ko'yin giyohi, nega kim ushoq ashku ohidan har dam topar suyi havo, deyapti. Javobda jannatdagi tubo va falakdagi sidra daraxtlari yor ko'yidagi oddiy giyohga aylangan. To'g'ri, to'biyo shoxi bilan sidradir ko'yingda giyoh, deyapti. Ko'yingda giyoh. Lekin negaki ushoq ashku ohidan har dam topar suyi havo. O'sha bo'lingan ko'z yoshlarimni ohimdan topsang ham bo'lgani kabi sen ham shu sidra daraxti bilan tuboni ham topa olasan ohimdan demoqchi. Lekin jannatdagi tubo va falakdagi sidra daraxtlari yor uchun oddiy giyohligiga ishora emas bu. Ikki ham xato talqin. 3. Qoziyul hojatdan mahrni istejob, ya'ni qoziyul hojatdan mahrni davo qilgan yorga qarata oshiq dardu firoqda ekanini ta'kidlaydi. Adashmasam 4-bayt. Kun qoziyul hojat sen davoyi mahring qilg'ali dardu firoq anduhidan kelturmasam ikki guvoh, deyapti. Xo'p, agar mahrni talab qilish uchun qozi keltirishing shart. Qozi kerak, men mahr talab qilaman deydigan bo'lsang, yorim, meni dardim, firoqim, anduhim ikkita guvohdir. Dardu firoq anduhidan dardim va firoq anduhimdagi dardim
Ya'ni ikkita guvohim mana shudir. Seni mahr talab qilishingga deyapti. Xo'p, ya'ni bu dard va firoqda ekanligiga emas, bu yerda ikkita guvoh sifatida keltirishiga ishora bor. D. Yuzining navbahori tongni joylantiruvchi bo'lgan yerga murojaat. Mana bu birinchi bayt. Mana ey navbahori orazing, subhiga jon parvar havo. Ya'ni yuzining navbahori tongni jonlantiruvchi bo'lgan yorga murojaat. 28 ga D bo'ldi. Xo'p, 29 ikkinchi bayt haqida berilgan to'g'ri fikrni aniqlang. Xo'sh. Zahri firoqingdan qayu oshiqki bo'ldi talqon, no'shi visoling yetmasa, itoanga topmas davo. Xo'p, firoqing zahridan hech bir oshiq davo topolmaydi. To seni vaslingga yetmaguncha. Agar vaslingga ham yetmasa, hatto o'sha dardga ito ham davo topolmaydi, deyapti 3-baytda. Xo'p, yori firoqi sabab og'zi talqon, oshiq dardiga davo yo'qligi aks. Davo bor, lekin u yorning kelishi bilan, yorning visoli bilan bo'ladi. Ajob ketdi. Zahardan og'zi talqon oshiqlar no'sh orqali visolga yetisha olmaydi. Bu xato. Bu g'alatiroq ekan. Javob: firoq zahridan o'lim topganlarga visolning davo bo'lishi. Mana visoling davo bo'lgaydi-da. Javob 29 bo'ladi. D-da iso barcha dardlarga davo topuvchi deya ulug'langan. Yo'q. Hatto iso ham, mana shu davo topuvchi iso ham davo topolmaydi deb beryapti bu yerda. bo'ldi. 30. G'azalda aks etmagan she'riy san'atlar. Xo'p, tadidni ko'rdik. Birinchi baytning o'zida mana gulu bulbul, andin gulu bulbul. Keyin dardu firoqu anduhida mana tadid bo'lyapti, sanash. Demak, bir chiqib ketdi degani A bilan C chiqib ketdi degani. Xo'p, shunda qarang, 2 5 qolyapti, 5 6 qolyapti. 2 bilan 6 ni kuzatamiz. Xo'p, ruju deyapti. Ruju uchramadi. Demak, ruju yo'qligi uchun ham bunda 5 bor, o'zi 5 bo'lishi aniq. 2 bilan 5 ni olamiz. 30 ga javob B bo'ladi. 2 bilan 5 tadrij bilan ruju yo'q. 31. Baytlar mazmuniga mos bo'lmagan fikr. A. Jannatning tabiiy, falakning sidra daraxtlarining shoxi yor ko'chasidagi giyoh hisoblanadi. Buni ko'rdik ikkinchi baytda. Bu mos. To'g'ri javob, ya'ni bizga xato kerak. B-da hojatlarni ravo qiluvchi oshiqdan mahr talab qilgan yor obrazi. Yo'q. Hojatlarni ravo qiluvchi oshiqdan emas. Bu yerda unday ma'lumot yo'q. Shunchaki agar senga mahr uchun qozi kerak bo'lsa, men ikkita guvoh sifatida dardim bilan firoqni qo'yaman deyapti, xolos. Demak, noto'g'ri talqin qilib B-ni olsak bo'lar ekan. Hojatlarni ravo qiluvchi oshiqdan mahr talab qilgan yor obrazi. Demak, 31 ga B. Xo'sh, 32. G'azal haqidagi noto'g'ri ma'lumotni aniqlang. Oshiq jon ichida mahbubining jilvagar bo'lishini xohlaydi. Bu to'g'ri. Mana qani 7. Desang Navoiy jonaro mahbub bo'lg'ay jilvagar, avval ko'ngil ko'zgusining mana xullas jonaro mahbub bo'lgay jilvagar ni o'zi to'g'ri beryapti. Qani A chiqib ketadi, xato kerak. Qoziyul hojatni dard, firoq, g'amlari ikki guvoh sifatida aytiladi. Buni ko'rdik 3-baytda. C. Ko'ngli yolg'izlik istagan zohidning sayr qilishi kerakligi ta'kidlangan. C javob bo'ladi, noto'g'ri ma'lumot. Xo'p. To'g'ri javob C bo'ladi.
Demak, g'azal 32da tugadi. 33. Shu yerda javobda ikkita S ketib qolgan, F bo'ladi. Ustozlar e'tibor berib qo'yasiz. Voy, o'chib qoldi. Ovoz hech kimda yo'qmi? Voy, ovoz yo'q degan narsa. Ovoz bormi? Ovoz boryaptimi axir? Ekran ko'rinmayaptimi? Ekran menda ham bor-ku. Qolganlarga ham ekran ko'rinmayaptimi? Savolni agar ekran ko'rinmayotgan bo'lsa, ustozlar, yuqorida turibdi-ku PDF. PDFni oching. Quruq eshitgandan ko'ra o'sha PDFga qarab boring. Lekin menda hammasi joyida-ku, mana ekran turibdi. Ikkinchi variant diagnostik testni tashlaganman. O'shani oching agar ekran ko'rinmayotgan bo'lsa. Ekran lekin menda bor-ku, qanaqa ko'rinmaydi bu? Ekranni yana qaytadan uzatdim, qarab qo'yinglar. Xo'p, 33dan davom etamiz. Xo'p, 33ni aytayotgandim endi. Yaxshiyam kirib qoldim, bo'lmasa nimalar bo'lib ketardi. Ikkita javob kelib qolgan. S bo'lib, 33da ham, 35da ham S. 33dagi S bo'ladi. Shuni aytmoqchi edim. Xo'p, 33 eng xavfli og'ir chaqiriqlarga mardonavor javob qaytarish va harakat qilish uchun unga beparvo qarashni o'rganish lozim. Ustozlar, shaxs noma'lum gap bo'ladi bu. S javob. Ya'ni shaxs noma'lum gapni 5 ta formulasi bor. Oldingi kurslarda o'rgatganman, hozirgi hali kelmadi. Shaxs noma'lum gapni 5 ta formulasi bor. O'shani birinchi qoidasi bo'yicha harakat nomi plus kerak, lozim, darkor, shart, ip bo'ladi, bo'lmaydi, soat to'g'ri keladi, kelmaydi kabi formulalar kelsa kesim. Demak, shaxs noma'lum gap bo'ladi. Bu yerda haqiqatdan qaraydigan bo'lsangiz, gapni egasi umuman yo'q va kesim ish, ya'ni harakat nomi plus lozim so'zi bilan shakllangan. Birdaniga ko'riboq olib ketishimiz kerak. Egani topolmadikmi? Kesimni nima bilan shakllanganini formulaga tushira oldikmi? Demak, buni biz olib ketishimiz kerak edi. 33da xato qilinishi kerak emas edi, ya'ni kimdir qilgan bo'lsa. 34da shu nuqtada hayotdagi yana bir hikmatni anglaganday bo'lamiz. Ayrimlarga kulgi va ermak bo'lmay turib, boshqalar uchun qadrli va muhim insonga aylana olmaysiz. Ya'ni siz aylana olmaysiz. Siz aylana olmaysiz. Bu yerda shaxsi ma'lum gap. Shaxsi ma'lum gapni bilasiz. Kesim tarkibidagi qo'shimcha orqali biz egani tiklab olamiz xayolimizda. Bu shaxsi ma'lum gap. Xo'p, 35. Eshit, ey hunarmand, dono kishi emas ayb izlash hunarmand ishi. Bu yerda javob ajratilgan bo'lak bo'ladi.
ey hunarmand bo'lyapti-da, yana dono kishi deyapti. Ya'ni u hunarmand degan so'zga qoniqmasdan nima deyapti? Dono kishi deb ajratib ko'rsatyapti. Demak, bu javob bo'lar ekan. Xo'p. Keyingi savolimiz bizda qur javobi bo'ladi. Marta, karra, daf'a so'zlari bilan sinonim bo'la oladigan. Tuzmoq, yasamoq, o'rnatmoq so'zlari bilan sinonim bo'la oladigan omonim so'z kerak edi. Xo'p, ya'ni birinchi ma'nosi ish harakatining takrorlanib kelishi, necha marta bo'lganligini aytilishi bo'ladigan bo'lsa, ya'ni marta, daf'a so'zlariga to'g'ri keladigan bo'lsa, keyingisi qushnomi ham bor, qur degan qushnomi ham, keyin murojaat ma'nosi ham bor, quri deb ishlatishadi-ku qo'ylarga nisbatan, adashmasam. Uchinchi ma'nosi ana shunda bo'ladi. Xo'p, to'rtinchi ma'nosi maydon ma'nosi bor ekan. To'rtinchi ma'nosi 5 ta ma'nosi bor ekan ustozlar qur so'zini. Xo'p, 3tasini aytdim, 4-inchisi qarang. Davra o'rtasidagi joy, maydon, kurash qilib yengan, yiqqanlar, polvon bo'lib qurga chiqqanlar. Ya'ni polvon bo'lib davraga chiqqanlar degan ma'nosida kelyapti. Keyingi ma'nosi baqa degan ma'nosi ham bor ekan. Ya'ni turna kabilarning sayrashiga o'xshash tovushini bildiradi. Turnalarning mayin qurqurlari osmon gumbazidan ajib aks sado berdi. Tuzmoq, qurmoq. U tez tuzdi, u tez yasadi, tez o'rnatdi, tez qurdi. Qurmoq ma'nosida sinonimlik bo'lyapti va 4-5 ta omonimlik xususiyatiga ega qur so'zi. 37. Berilgan gapda qo'llanishi lozim bo'lgan tinish belgilarining to'g'ri ketma-ketligini yozing deyilyapti. Xo'p, Qaykovuz o'zining qobusnoma qo'shtirnoq olinadi. Asarida 2 nuqta qo'shtirnoq ochib, chunki mana bosh harf bilan ketyapti bu yoqqa. Ko'chirma gap bosh harfda. 2 xil odamdan qo'rqish kerak. 2 nuqta. Birinchisi teri yovuz dushman. Yovuz dushman. Ikkinchisi esa virgul makkor do'st. Qo'shtirnoq yopib virgul teri deb yozadi nuqta. Qaytaraman. Qaykovuz o'zining qo'shtirnoq ochamiz, qobusnoma qo'shtirnoq yopamiz. Asarida 2 nuqta, keyin qo'shtirnoq. 2 xil odamdan qo'rqish kerak. 2 nuqta. Birinchisi teri yovuz dushman. Virgul. Ikkinchisi yo'q. Yovuz dushman. Birinchisi teri bo'ldi. Yovuz dushman. Bo'ldi. Ikkinchisi esa virgul makkor do'st. Xo'p, qo'shtirnoq yopamiz, virgul teri deb yozadi nuqta. Xo'p, 38. Ajratib ko'rsatilgan harf ko'makchi o'rnida qo'llash mumkin bo'lgan kelchik onasi uchun oldi, onasiga oldi. Kechikkani bois uyalmoq, kechikkaniga uyaldi. Uy tomon yurmoq, uyga yurmoq. Ga bo'ladi do'stlar. 39 berilgan gapda berilgan gapda ostiga chizilgan sintaktik birlik nomini yozing. O'zi qo'shtirnoq ko'rdingizmi? Bemalol kiritma olib ketavering ustozlar. Asosan mana bunaqa kengaygan holatda kelsa. Hayot sizga otadigan toshlarga tayyor turish, u sizga juda ko'p tosh otadi, ishonavering. Demak, bu yerda kiritma. Qarang, mana bunaqa narsa bo'ladi kiritmada. Ma'no uzuq, mohiyat to'liq. Ya'ni ma'no
uziladi shu yerda. Tayyor turish u sizga juda ko'p ko'rsatadi dedi. Xuddi yoningizdan kimdir kelib yana gapirgandek bo'lib ketyapti, to'g'rimi? Ishonavering deb. Ana shu kiritma bo'ladi. Yoningizdan kelib kimdir gapirib ketgandek bo'lsa, o'qiyotgan vaqtingiz unda kiritma bo'ladi. Ajratilgan bo'lakda boshqacha masalan, unda davomiylik mohiyatdan mazmun ham ketadi. Lekin bunda mohiyat saqlanadi, mazmundan uziladi gap kiritmada. 39 uchun kiritma 40. Xo'p, parchadagi yordamchi so'zlarning grammatik vazifasini tahlil qiling. Parchadagi qaysi yordamchi so'z bilan so'z bir gap bo'lagini boshqasiga tobelantirib bog'lash uchun xizmat qilgan. Badantarbiya bilan mas'ul bo'lmay qo'ygan kishi bilan olsak bo'lar ekan. Parchadagi qaysi yordamchi so'z bir sodda gapni boshqasiga tobe bog'lashga xizmat qilgan. Xo'p, burada chunki albatta, yana virgul. Badantarbiya bilan mashg'ul bo'lmay qo'ygan kishi o'zini yomon his qiladi va tez-tez kasalga chalinadi. Chunki, mana shu yerdagi chunki ikkita sodda gapni bog'lagan. Demak, A ga bilan B ga chunki olamiz. 41 berilgan gaplarni grammatik jihatdan to'g'ri bog'lang. Xo'p. Bir chimdim uxlash uchun ko'zini yumdi, ammo qattiq charchagan uchun allamahalgacha uxlay olmadi. Birinchi va ikkinchi gap qanday grammatik vosita yordamida to'g'ri bog'lash mumkin? Ammo, lekin, biroq bilan. Xo'p, ikki gapni bog'lashga xizmat qilgan bog'lovchi qanday mazmuniy munosabatni ifodalagan? Demak, zudlik munosabati bo'ladi ekan. 42. Misralarda aks etgan she'riy san'atlarni aniqlang. Laling, mana istora turibdi o'zi. Oldinda sanamlar, lali rang etgan billur, peshag'ambor. Kim ichar xino suyin, bo'lg'ay zamon gulrang mo'l. Xo'p, sanamlar lablarini nima orqali gulrang qilishi mumkin? Xo'p, kim ichar xino suvin, bo'lg'ay zamon gulrang mo'l. Demak, may, ya'ni mul deb yozamiz. May deb yozsak ham to'g'ri. 43 she'riy parchaning qofiyasini tahlil qiling. Mehr ko'p ko'rgizdim, ammo mehriboni topmadim. Mehriboni topmadim, joni topmadim. Qofiyada so'zlardagi raviy n tovushi va mutlaq. Chunki undan keyin tovushi kelyapti. 44. Ushbu to'rtlik qaysi janr namunasi hisoblanadi? O'zi aytib qo'yibdi-ku, tuyuqning mazmunini tahlil qiling deb. Bu tuyuq bo'ladi-da. Savolni qaranglar. Bu janr qaysi badiiy san'at asosida hosil bo'lgan? Albatta, tajnis. Mana yozamin so'zlar orqali tajnis bo'lgan. Xo'p, javoblari ham tashlangan. Mikrofonlarni ochyapman. Kimdan nechta chiqdi? Ishlaganlar bo'lsa. Yopiq guruhdagilarning yo'qmi? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Manda 32 ta chiqdi. Assalomu alaykum, Javohir opa, sizmi? Ha, mana. Nechta chiqdi opa? 31 ta chiqdi. Ilmiy matn bilan g'azalda muammo bo'lyapti-de. Qarang, ilmiy matnda ana ko'paytirib nima qilganlarimda shularni yana qayta alohida ko'rib chiqamiz-da, nima qilib. Shunda ikkilanibman. Ilmiy matnda hisoblashlar. Ilmiy matn bilan ishlash bo'yicha darsda siz yo'q edingiz-da, ana shu darsda bo'lganingizda PDF-ni ham tashlab qo'yaman. O'shani ko'rib chiqing. Oxirgi ilmiy matn bilan ishlash bo'yicha qanaqa o'rgatilgan bo'lsa, xuddi o'sha o'rgatilgandaqa ilmiy matn tushgan mana shu sifat. Hammasi ichida matematik hisoblash bor, keyin ayirib tashlash bor. O'shani tashlab qo'yaman, opa, qo'lishingiz kerak edi. Yo'q, yomon emas, lekin 32 ta ham. Ana Ko'hna dunyoni o'shan Odil Yoqubovni o'qimagan edim romanda.
Ha. Qarangda, O'shanda 1dan 12gacha, 1dan yana 12gacha xato nechta chiqdi? 1dan 12gacha ikkita xato chiqdi. Ha, demak, g'azalingizda chiqqan bo'lsa, ikkita xato. G'azalda chiqdi. Shu g'azalda yo'q, g'azalda 3ta xato chiqdi deymanda. O'sha menda keyin ilmiy matnda shu 1dan 12gacha ikkita xato. Lekin mana bu yoqda yozma javobda 36 da xato. Topolmadim. Rosa o'ylandim shunga. Shu hozir tayyorgarlik paytidasiz-ku, izohli lug'at bilan ishlang, izohli lug'atdan toping. Yozib ko'ring, har Hozir bittasini nima oling bergan qo'ydi? so'zni. 36 Qur degan ha, so'z. Qur, 36 ga nima so'z qo'ydik? qur degan so'z. Qur. Ha. Aha, xo'p. Xo'p, savollaringiz bo'lsa yozinglar. Yopiq guruhdagilar yana o'zimizni guruhga o'tinglar, boshdan gaplashamiz. Kimda nechta chiqdi, qanday bo'ldi, qaysi savol. Har bittasini 1dan 44gacha nechta chiqqanini yozaveringlar, xo'pmi? Raqamlarini. Mana shu raqamlar xato deb men jadval tuzib chiqaman. Rahmat hammaga, sog' bo'linglar.